Amerika boshchiligidagi g'arb davlatlari Xitoyning Uyg'ur rayonida hali ham davomlashtirayotgan mustamlakachilik siyosati va qabih jinoyatlarini davomlashayotgan irqiy qirg'inchilik deb atayotgan bu kunlarda Xitoy hukumati bir yoqdan BDT kishilik huquq kengashi yig'iniga g'oyat zo'r sonlikka vakillar o'mikini avatib, o'zining Uyg'urlarga qaratgan irqiy qirg'inchilik jinoyatini inkor qilishga urinsa, bir yoqdan Xitoy yer shari televiziya to'riga o'xshash ko'p tillik taraqqullari hamda X ya'ni Twitterga o'xshash xalqaro ijtimoiy aloqa vositalari orqali Amerikaga qarshi tashviqot hujumlarini kuchaytmoqda. YouTube, Instagram, X qatorliq dunyoga dongliq ijtimoiy aloqa to'rida Xitoyning tashviqotini qilish bilan bilingan Xitoy yer shari televiziya kanali muxbiri Li Jingjing 28 yanvar kuni YouTube kanalida va X'da Amerika nemishqa Xinjiangni Xitoydan ayirib etmoqchi degan temada bir video e'lon qilgan. Do you know why the US wants to separate Xinjiang from the rest of China? Because Xinjiang's location is way too important geopolitically. Li Jingjing bu videosida Amerikaning nemishqa Xinjiangni Xitoydan bo'lib etmoqchi bo'lganligini bilamsiz. Chunki Xinjiangning geosiyosiy o'rni bek muhim. Xinjiang qadimiy Ipak yo'lining muhim tuguni edi. Hozir bo'lsa bir balvoq bir yo'l qurilishining g'arbga ochilgan darvozasi bo'lib, Sharqiy Osiyo, O'rta Osiyo, G'arbiy Osiyo va Yevropaga tutishidi deb kelib, Amerika hukumati bilan g'arbdagi bir qancha davlat necha 10 yildan beri terrorlik, urush va malamonchilik uchun necha milliard dollar sarf qildi. Yevro Osiyoni parchalab, uningga o'zlari xo'ja bo'lmoqchi bo'ldi. Albuki Xitoyning bir balvoq bir yo'l qurilishi bu rayonning ul aslaha qurilishi va iqtisodiga taraqqiyot olib kelmoqda, deydi. China's Belt and Road Initiative are bringing infrastructure and economic development to this region. Li Jingjing bu videosida Amerikani urush va malamonchilikning bosh sababkori, Xitoyni bo'lsa tinchlik va taraqqiyot olib kelguvchilik qilib ko'rsatishga uringan. YouTube kanaliga chiqargan bu videosining ostiga yozgan birinchi inkosida Xinjiangda irqiy qirg'inchilik yo'q. Xinjiangda namratlik, terrorlik qolmadi. Shunga uning istiqboli parlaq deb yozgan. Uningga qarshi inkos yozuvchilar sen kommunist Xitoyning zuvoni ekansan deb ayiblagan. Hamda Xitoy katibi Xi Jinping 2013-yili bir balvoq bir yo'l qurilishini e'lon qilib, 2014-yilga kelganda Uyg'ur rayonida irqiy qirg'inchilikning bosh ko'targanligini yozgan. Li Jingjing X'da e'lon qilgan videoga qarshi inkoslar tushgan bo'lib, Lyuksemburgdan Ivan ismli biraylan Xitoy irqiy qirg'inchilikni to'xtat deb yozganda Li Jingjing darhol inkos yozib, Xinjiangda irqiy qirg'inchilik yo'q. G'azzadagi irqiy qirg'inchilikni to'xtat deb yozgan. Albuki bugungi dunyoga urush malamonchiligi olib kelayotgan davlat Rossiya, urush tahdidi paydo qilayotgan davlat Xitoy bo'lib, Xitoyning yana Uyg'ur rayonida olib berayotgan jinoyati Amerika boshchiligidagi demokratik davlatlarda irqiy qirg'inchilik va insoniyatga qarshi ishlangan eng cho'ng jinoyat deb qaralmoqda. Amerikadagi siyosiy analizchi Andres Korapandi radiomizga qilgan so'zida Xitoyning bu tashviqot videosining Amerikani nishonga olish sababining dal Amerikaning bu irqiy qirg'inchilikni hammadan bak ta'kidlashi ekanligini bildirib, mundaq dedi. There are little bits of truth in this propaganda. Bu videoda kichikgina bo'lsin bir rostchilik bor. Birinchidan Amerika Uyg'urlar duch kelgan irqiy qirg'inchilik haqida hammadan ko'p ovoz chiqardi. Ikkinchidan bu video Xitoydek mustabid bir davlatning tashviqoti. Xitoy yer shari televiziyasi dal shundaq tashviqotlarni qiladi. Bu ayol dal Xitoyda yuz berayotgan irqiy qirg'inchilikni yoshirish uchun buni qilyotdi. She's promoting genocide in China because she's covering up the fact that it's happening. Amerikadagi siyosiy analizchi Gordon Changapandi bu vaqtda mundaq deydi. China's regime is committing genocide against Uyghurs and other Turkic minorities. Xitoy hukumati Uyg'ur va boshqa turkiy millatlarga irqiy qirg'inchilik yurgizyotdi. Xitoyning ularni keng ko'lamda qamab qo'yishi, qiynishi, xo'rlishi, o'ldirishi va boshqa qabih qilmishlari insoniyatga qarshi jinoyat shakllantirdi. Xitoyning jinoyatlari 3-imperiya, ya'ni Gitler Germaniyasidan buyon hukumat tarafdan elib berilayotgan eng qo'rqinchli jinoyatdir. Shunga Xitoy Kompartiyasining o'zini oqlaydigan hech qanday asosi yo'q. Ammo ular yuzini taptak qilib yolg'on so'zlaydi. Rost gap qiladiganlarga zarba beradi. And tries to impugn the motives of those speaking the truth. YouTube kanalida 62 mingdan ko'p agash kuchisi bo'lgan vlogger Li Jingjing X'da o'zini Xitoyning bir balvoq bir yo'l qurilishini tadqiq qiluvchi geosiyosiy analizchi deb tunishtirgan bo'lib, ko'pincha videolarda Xitoyning O'rta Osiyo va Afrikada olib berayotgan qurilishining naqadar katta ulug'vor ekanligini madhiyalab kelgan. Halbuki g'arb davlatlari Xitoyning qarz to'ziqi deb atayotgan bu qurilishning Yevropada qarshi elinmaganligi, Italiyaning bo'lsa uningdan chekinib chiqqanligi ma'lum.
Li Jingjing bu videosida Xitoyning bir balvoq bir yo'l qurilishining Uyg'urlar va O'rta Osiyo xalqiga baxt elib kelayotganligini, shunga bu rayonda urush va terrorlik yuz berishga hech qanday sabab qolmaganligini, shunga Amerikaning bir plan tuzib, Uyg'urlarni ko'zir qilib, Xitoyni parchalashga urinayotganligini, shu orqali Xitoyning taraqqiyotini besishga va vayron qilishga urinayotganligini tashviq qilgan. Ko'plagan to'r ahli buning ishonchli xabar emas, balki oshkor tashviqot ekanligi, u o'z ichiga olgan mazmunlarning qoyilqilish kuchining yo'qligi haqida fikr bayon qilgan. Turkiya Hacettepe Universiteti o'qituvchisi, tarix fanlari doktori Erkin Akram apandi bu xildagi tashviqot videolarida Xitoy hukumatining o'z jinoyatini yoshirish, nishonni Amerikaga qaratish, diqqatni Amerikaga burash maqsadining ifodalanganligini bildirib, mundaq deydi. Bu Xitoy hokimiyati bo'lsin va Xitoyningki bu jurnalistlar bo'lsin, Sharq Turkistondagi zulmlarni uyushtirmak uchun, ya'ni Xitoy hokimiyatining qilgan yomonlikni uyushtirish uchun buni bevosita Amerikaga otib qo'yib yoki g'arb davlatlarga otib qo'yish, bu masalalarni o'zini o'tirg'a qo'ymagan bo'ladi. Shuningga bu videoningki maqsadi hamda shu bir populizm iqimdan foydalanib o'zininki nomini chiqarish uchun tirishayotgan bir tirishchanlik deb ko'raman. Yana bir jihatdan Xitoy hukumati Amerikaning dunyoga yuzlangan erkin taraqqullari va ijtimoiy aloqa to'ridan foydalanib, Amerikaga qarshi tashviqot elib berayotgan bo'lib, amerikalik analizchi Andres Kor bu videoni ko'rgandan keyin X'da yozgan inkosida Xitoyga bunday fursat bermaslik kerakligini bildirib, bunday yozgan. Xitoy hukumati Twitterni, ya'ni X'ni Xitoyda ishlatishga yo'l qo'ymaydi-yu, Amerika hukumati nemishqa Xitoyning Twitterdan foydalanib davlat tashviqot elib berishiga yo'l qo'ydi. Biz o'zaro uchur almashtirishimiz, bir taraflamalik tashviqot elib berishga yo'l qo'ymasligimiz kerak. Fikr erkinligi bu yerda o'zini oqlash bahonasi bo'lmasligi kerak. Xitoyning tashviqoti hargiz fikr erkinligi emas, ammo uning tashviqotchilari oladigan maosh saylam huquqi bo'lmagan Xitoylar to'lagan bojdan ilindi. U yerda erkinlik yo'q. Biz kommunist Xitoyga texnik qattiq qonun qo'llanishimiz kerak yoki bizga yangi siyosatchilar kerak. Bu ishda yarim yo'lda bel qo'yib o'tishga yoki usha qadamlar bilan mengishga hargiz bo'lmaydi. Andres Korapandi radiomizga qilgan so'zida bu haqda mundaq deydi. After I watched that, that's what I really thought about. Really need to think about is should the US government, based on our rule of freedom of speech. Bu videoni ko'rib men shuni o'yladim. Amerika hukumati fikr erkinligi prinsipimizga asosan Xitoy tashviqot organlarining Twitter ishlatishiga yo'l qo'yib, Twitterning Xitoyda cheklanishiga qarab turish kerakmi? Chunki biz ularning bizga tuhmat qilishiga yo'l qo'yayotimiz. Agar bu video TikTokda tarqalsa, nurg'un yoshlar ko'radi. Twitterni qo'llanayotgan Xitoy yoshlari ko'radi. Biz siyosatchilarning o'zaro ta'sir ko'rsatish jihatda Xitoyga texnik qattiq qo'l bo'lishiga muhtoj. We really need our politicians to get a bit tougher on China to demand reciprocity. Xitoy muxbiri Li Jingjing Amerikaning, ya'ni Markaziy axborot idorasining asli maqsadining kishilik huquqni bahona qilib, Uyg'urlarni ko'zir qilib qo'llanish ekanligini tashviq qilgan. Mutaxassislar buning Xitoy tarafdan bozorga selinayotgan sabsat ekanligini bayon qildi. Xitoy yer shari televiziya muxbiri Li Jingjing 28 yanvar kuni YouTube va X'da e'lon qilgan Amerika nemishqa Xinjiangni Xitoydan bo'lib o'tmoqchi nomli videoning keyingi qismida yana Amerikaning Markaziy istixborot idorasini Xitoyni parchalashga urinib kelayotganligi bilan ayblagan. Mutaxassislarning qarashicha, Xitoy hukumatining Amerikaga qaratgan siyosiy va tashviqoti azaldan 220chilik xarakterini olgan bo'lib, Amerika bilan yaqin o'tgan chaqda bunday tashviqotni oldirab e'lon qilmaydi ekan. Amerika bilan munosabati yomonlashib qolganda, Xitoyning ichida emas, xalqarodami Amerikaga qarshi tashviqot olib bordi ekan. Amerikaning sobiq prezidenti Donald Trump davrida Xitoy bilan savdo jangidan boshlab, orqadan Xitoyni irqiy qirg'inchilik yurgizayotgan davlat deb e'lon qilgandan keyin Xitoyning Amerikaga qaratgan siyosiy va tashviqoti izchil holda qarshilik tusini olib kelgan. Chunki Amerikaning xalqaro siyosati, shundaqla Amerika taraqqullarining dunyoni qoplash va xalqaroga ta'sir ko'rsatish nisbati yanada yuqori bo'lib, Xitoyga irqiy qirg'inchilik yurgizayotgan davlat degan tamg'ining urilishi Shi Jinpingning Xitoy tushini vayron qilishda muayyan rol o'ynagan. Shunga Xitoymo o'zining tashviqot apparatlarini ishga solib, bu la'nat tamg'isini o'chirishga urinib kelgan. Buning uchun Amerikani qoralashga, barliq jinoyatni, sababni Amerikaga otib, Uyg'urlar masalasida o'tirg'i chiqqan barliq ayblashlardan, jazo va cheklamalardan qutulmoqchi bo'lgan. Amerikadagi siyosiy analizchi Gordon Chang apandi bu vaqtda mundaq deydi. The Chinese regime focuses on America, but others around the world know the facts and also speak out.
Xitoy hukumatining jidili hozir Amerikada qoldi. Biroq dunyodagi boshqa davlatlarmi Uyg'urlarning irqiy qirg'inchilikka uchrashidagi haqiqatni biladi. Ularmi buningga ovoz chiqarmoqda. Mushu kamgacha Xitoy hukumati dunyoning har qaysi joylaridagi kishilarga tahdid solib, ularni jimiqtirishga urinib keldi. Ammo Xitoy hukumatining mag'lub bo'lishiga ergishib, boshqa davlatlarmi Xitoyning jinoyatlarini ayblaydigan safga qo'shiladi. Others will join in the condemnation of China's crimes. Decency. Li Jingjingning tashviqot videosida Amerika Markaziy istixborot idorasi qandaqdir Xinjiangni Xitoydan ayirib etish planining bosh ijrochisi qilib ko'rsatilgan. Turkiya Hacettepe Universiteti o'qituvchisi, tarix fanlari doktori Erkin Akramning bildirishicha, Amerika Markaziy istixborot idorasining rolini ko'ptirib o'tish bugungi reallikqa uyg'un kelmaydi ekan. Amerikaning va shundaqla dunyoning eng kuchli istixborot tashkiloti CIA xuddi hamma ishlarni qila oladigan va Amerikaning siyosatini belgilagan bir tashkilot deb ko'rsatish bu to'g'ri bo'lmaydi. Chunki Amerikaningki siyosiy qarorni ilish, uni ijro qilish hukumatning ishi. Shuningga CIA o'xshash va ba'zi aql ambaridek tashkilotlar, organlar bu hukumatga tavsiyalarni bera oladi, takliflarni bera oladi. Ama siyasetke aylanish uchun, yani hükümet bununla bir karar ilişi doğru keldi. Kararını iliş bile bunu icra kılalısı buludu. Şunun bu meseleni CIA'ya bağlapla Amerika'nın siyaseti değişi bu pek doğru emas. Amerikadagi siyosiy analizchi Andres Korependi Markaziy istixborot idorasining Xinjiang masalasiga aralashganligi haqida hech qanday isbot yo'qligini ko'rsatib, mundaq deydi. Actually, if you go back in history, in the 1950s, the CIA sponsored Tibetan separatists. 1950-yillarda Markaziy istixborot idorasi Tibet mustaqilchilariga yordam bergan. Hindistonda ularga yordam bergan. Halbuki u joyda nurg'un odam o'lgan. Ammo Markaziy istixborot idorasining Xinjiang mustaqilchilariga yordam berganligi haqida men hech qanday isbot ko'rmadim. Chunki u nurg'un odamning o'lishiga sabab bo'ladigan xatarlik bir strategiya. Bir rayondagi mustaqilchilarga yordam berish orqali u joyda urush paydo qilish yaxshi ish emas. To start a war in someone's territory through supporting separatism. Andres Korependining bildirishicha, Li Jingjing bu videosida Markaziy istixborot idorasining burun shunday ishlardan qilganligini tutib olib, boshqalarni qoyil qilishga uringan. Amerikani barcha yomonlikning beshi qilib ko'rsatadigan bu xildagi videolar musulmon davlatlarida xilli bozor topgan bo'lib, Xitoy tashviqotchilari undan yaxshi foydalangan. Doktor Erkin Akramning bildirishicha, Turkiyadami Amerikaga qarshi fikr aqimi mavjud bo'lib, Xitoyning Uyg'urlarga yurgizayotgan irqiy qirg'inchilik jinoyatiga ko'z yumib, uni Markaziy istixborot idorasining projekti deydiganlarni o'tirg'a chiqqan. U bunday qarashning to'g'ri emasligini bildirib, mundaq deydi. Turkiyada shundaqla musulmon davlatlarda Uyg'ur masalasiga kelgan chog'da bu Amerikaningki Xitoy bilan ilib borgan kurashninki bir tarkibi deb ko'ryapti. Ya'ni Amerika bilan Xitoyning arasındaki bu kurashlar mevcut. Ama bu kurashlar mevcut emas vaqtidami Uyg'ur masalasi bordi. Shuningga bu masalani Amerika o'tirg'i chiqadi deyish bekma to'g'ri bo'lmaydi bu yerda. Andres Korependining bildirishicha, bu tashviqot videosida Amerika urush va ma'lumotchilikning manbasi qilib ko'rsatilgan. Albuki Amerika azaldan mustabid va fashist hokimiyatlar bilan urushib kelgan. Xitoyning bunday tashviqot qilishi sababsiz emas. Chunki hozir dunyoda demokratik davlatlarning tashviqoti bilan mustabid davlatlarning tashviqotidan iborat ikki aqim mavjud ekan. Bundaq tashviqot jangida Amerika boshchiligidagi demokratik davlatlarmi Xitoyning jinoyatlarini fosh qilishi va Xitoy tahdidiga qarshi fikr aqimini kuchaytirishi kerak ekan. U mundaq dedi. The reality is that there is genocide going on in Xinjiang, clear. They're trying to eradicate an ethnicity and a religion. Reallik shuki, Xinjiangda hozirmi irqiy qirg'inchilik davomlashyapti. Xitoylar bir millatni, bir dinni yo'qotishga urinyapti. Amerika mı özünün təşviqatlarında bunu qollansa boladı. Halbuki Amerika bilan Xitoyning alayidligi o'xshamaydi. Amerika bolsa demokratiyani ko'p xillikni yaqalaydi. Bu nayt yaxshi bir ishdir.
Agar dunyodagi barliq davlatlar demokratik davlatlar bo'lgan bo'lsa, urush yuz bermagan bo'ladi. Chunki demokratik davlatlar azaldan bir-biri bilan urushmaydi. Ular mustabidlardan qo'rqmaydi, ham hech sababsizlar urush qo'zg'amaydi. Ammo urushni mustabidlar qo'zg'aydi. Shunga biz o'zimizning tashviqotini yaxshi qilishimiz kerak. Chunki bizning tashviqotimiz yaxshi tashviqot. Ularning tashviqoti mustabid tashviqot. Irqiy qirg'inchilikni qo'llaydigan tashviqot. Xitoy yer shari televiziya tori mustabidlikni tashviq qiladi. Totalitarian propaganda, genocidal propaganda, that's bad propaganda, right? And that's what this CGTN